sovuq, dalada qor yog'moqda. Shunday bo'lishiga qaramasdan, sotuvga chiqayotgan uylarni siz uchun birin-ketin obzor qilishga harakat qilyapmiz. Ahli Samarqandim, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi manzilamiz Samarqand shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi. Aniqroq qilib lokatsiyani aytadigan bo'lsam, Muzaffar restoranini qarama-qarshisidagi elitni novostroyka. 6 qavatli novostroykamizning 5 hamda 6 qavati birlashtirilgan jarayonni guvohi bo'lmoqdasiz. Xalq tilida dubleks deyiladi. Studiya mehmonxonani operatorimiz imkon qadar chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qiling. Sharoiti yashayman desangiz, holati ishoning ideal darajada. 220 kvadrat ikkalasini hisoblaganda, umumiy hisobda 6 ta xona, hol bilan yuqori qavatdagi holni hisoblasangiz 8 ta xonaga aylanadi. Demak, podyezddan kirishimiz bilan asosiy kirish qismi va bu o'tirish uchun maxsus joy qilingan, holati ideal darajada, ta'kidlab o'tdim. Juda ham chiroyli ta'mirlashgan, jihozlashgan. Barmoq bilan sanoqli bitta narsalarni oladi desangiz, qolgan hamma narsa shundoqligicha qolmoqda. Ta'kidlab o'tdim, 6 ta xonadan iborat. Undan tashqari 2 ta holi bor. Umumiy holatda cho'pli pol qilingan, televizor, konditsionerlar bor, duh konturli kotyol ham mavjud, azizlar. Ishoning, xonadon egalari har bir narsaga alohida mehr berishgan. Xonadonda umumiy hisobda 3 ta sanuzel mavjud. Birinchi sanuzelimizni e'tiboringizga havola etamiz. Demak, bu holimizni yana bir karra shunday ko'rsatib, yuqoriga yo'l olamiz. Televizor, patolog qismlariga alohida mehr berishgan. Endi marhamat asomonki yuqori qismiga yo'l olamiz. Zinalarga qarang, juda ham chiroyli yondashgan. Yaqin o'rtada bunaqa chiroyli zinalarni guvohi bo'lmaganda. Yuqori qavatda ko'ryapsiz, hol qismi bo'lyapti. Anchagina keng, yorug', baland, bemalol mehmon kutsangiz bo'ladi. Demak, zinadan kelishimiz bilan o'ng qo'lda hamda chap qo'lda yotoqxonalar joylashgan. Istasangiz kattalar, istasangiz bolajonlarimiz uchun yotoqxona qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yoq esa yana bitta farzandlarimiz uchun ajratilgan yotoqxona. Bu hol qismi. Hol qismiga ham mana bunaqa joylar qilingan, deylik, oshxona sifatida foydalanaman desangiz. Yumshoq o'rindiq, TV zona va bu yoqda alohida bo'lgan sanuzellarni ko'rishingiz mumkin. Eshiklarni ochib tayyor qilib qo'yibman sizga. Bu yoq esa yotoqxonamiz bo'lyapti. Yana pastga qarab yo'l olamiz. $220 kvadrat, $132,000 so'ralayotgan 2 qavat, ya'ni dubleks 5 hamda 6 qavat birlashtirilgan jarayonni guvohi bo'ldingiz. Ayni mana shu qulaylik va shinamlikka xonadon egalari, ta'kidlab o'tdim, $132,000 so'rashda, albatta savdosi bor. Pastdagi raqamlarga murojaat qilib, yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Sog' bo'lishiga qaramasdan har doim yaxshisini sizga elindik. Bizga mehr qoldirishni unutmang. Hurmat bilan, Zamira Bonu.